pandemiya davri bo'lib qoldi va o'zimni hamma singari ishsiz qoldim. Mahallamizga murojaat qildim, ayollar daftariga kiritishdi va Xalqbank tomonidan kredit ajratildi. Tashlandiq bo'lgan joyga olib, remont qilib, endi ish boshlaganimizda bo'ldi, bu joyni bo'shatib qo'y deb arendasini juda katta ko'tarib yuborishgan holatlari bo'lgan, sudlarda ishtirok etgan paytlarimiz bo'lgan. Mehnatdan qochmanglar. Bolachalarga mahsulot ishlab chiqarish bu zavq beradi odamga. Fransiyaga, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston davlatlariga eksport qildik. Bu 5-ni o'rnini bosadi. Bemalol. Ha. Yana Xalq bankiga murojaat qildim. Kredit olib, yana tikuv mashinkalarini ko'paytirdik. Har bir mahsulotni tikishda, xoh u choyshab yoki kiyim bo'lsin, uni ortida katta mehnat va sabr yotadi. Ana shunday mehnatkash tadbirkor ayolimizni bugun sizlarga faoliyati bilan batafsil tanishtiramiz. Bu videoni o'tkazib yubormasligingizni maslahat berib qolaman. Sababi kimdir tadbirkorlik faoliyatini boshlashda ikkilanib turgan bo'lsa, mana shu video ular uchun manfaatli bo'ladi degan umidamiz. Bugungi kunda Indie Baby brendi asoschisi, bolalar uchun tabiiy ekologik tekstil mahsulotlarini ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ygan yosh tadbirkor ayol Gulruh Abdujabborovani faoliyatlari bilan tanishamiz. Assalomu alaykum Gulruh opa. Charchamayapsizmi mehnatlar qilib? Rahmat, xudoga shukr. Bugun sizni tadbirkorlik faoliyatingiz bilan chuqur tanishmoqchimiz. Bizga nimalardan boshladingiz? G'oya qayerdan keldi? Kimlarga murojaat qildingiz? Uni boshlanishi qanaqa edi? O'shalar haqida bizga batafsil gapirib bersangiz. Xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Agarda o'zimni faoliyatimga kelsam, Indie Baby korxonasi o'zim dizaynerman. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini tamomlagan oliy toifali dizaynerman. Shu yo'nalishda 16 yil ishlaganman. Taqdir taqozosi bilan bilasiz 2020-yil pandemiya davri bo'lib qoldi va o'zimni hamma singari ishsiz qoldim. Shu payt bilasizmi, prezidentimizning yangi farmonlari e'lon qilindi. Ya'niki barcha ayollar o'z biznesini boshlashi uchun kredit olib ishlashligi mumkin degan farmon e'lon qilindi. Shunda men juda ham xursand bo'lib ketdim. Ayni paytda men ham o'z biznes rejalarimni tuzib, qanaqa biznes boshlashni o'ylab yurgan paytim edi, lekin mablag' tarafdan azroq qiyinchilik bo'lib qoldi. Shunda mahallamizga murojaat qildim. Yakkasaroy tuman hokimiyati tomonidan meni ayollar daftariga kiritishdi va Xalqbank tomonidan kredit ajratildi. Qancha kredit oldingiz? Boshida tikuv mashinalarim uchun 16.500.000 kredit oldim. O'shanda eng zamonaviy tikuv mashinalari xarid qildim. Ishni boshlashimda boshida bitta shogirdim va o'zim ish boshladik. Bitta mahsulotimiz ikkita mahsulotimiz 3ta. Sekin asta xaridorlarimiz ko'payishni boshladi va o'zimni brendimni sekin astalikda rivojlantirishni boshladim. Tikuvchilarim soni ham borgan sari ko'payib ketdi. Mana hozirgi kunga kelib tikuvchilarimiz soni 24 nafar ayolga yetdi. Ulardan ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollar, o'zini o'zi band qilgan ayollar, kasanachilik bilan uyda o'tirib ishlaydigan ayollar bor, nogironligi bo'lgan ayollar bor, talaba qizlar, o'qishdan keyin kelib ishlaydigan qizlar bor. Mahallamizda yashovchi ayollar ish bilan ta'minlangan. Faoliyatingiz shunchaki oddiygina o'sha kredit olib mashinadan bitta shogird bilan boshlagansiz. Bugungi kunda ko'plab qizlarni o'qitish bilan ham shug'ullanasiz. Va ko'plab ayollar ish bilan ham ta'minlangan va o'zlari ham daromad qiladilar. Yana daromad qilish uchun ayollarga ham yo'l ochiladi. Birinchi navbatda baribir o'sha ish boshlaganda dastlab hammada ham qiyinchiliklar bo'ladi. Istalgan ish bo'lsin bo'ladi. Sizda qanaqa qiyinchiliklar bo'ldi? Bilasizmi, bu har bitta ishni o'z qiyinchiliklari bo'lganda, biz ham qiyinchiliksiz qolmaganmiz. Birinchidan joy masalasi qiyinchilik tug'dirgan bizga. Masalan, bitta joyi tashlandiq bo'lgan joyni olib, remont qilib, endi ish boshlaganimizda bo'ldi, bu joyni bo'shatib qo'y deb arendasini juda katta
ko'tarib yuborishgan holatlari bo'lgan, sudlarda ishtirok etgan paytlarimiz bo'lgan. Shu qiyinchiliklarga qaramasdan sekin asta bilan ishlab to'g'ri harakat qilsangiz yutuqqa erishar ekansiz. Hozirgi kunda kichkina partiyada bo'lsa-da, xorij davlatlariga eksport qilishga erishdik. Bular Amerika, Hindistonga ham eksport qildik, keyin Fransiyaga, Qozog'iston, Rossiya, Tojikiston davlatlariga eksport qildik. Gap yo'qligi ham nafaqat O'zbekiston bozorida, dunyo bozoriga ham eksport qilish bu zo'r. Nima uchun aynan bunaqa nom tanlandi? Aynan farzandlarim nomiga ochishni qaror qildim. Bu degani IMD degani. Birinchi im bu Iman, birinchi qizimning ismi, Di bu Diyora, ikkinchi farzandimning ismi. Aynan ular uchun bag'ishlangan bu nom. Ham noodatiy, ham kreativ, ham o'zingizni farzandlaringizni nomi. Gap yo'q, lekin bu yoqda qanaqa mahsulotlar hozir bizlarni bir tanishtirib o'tasizmi? Bu mahsulotlarimiz mana hozir aytib o'tganimdek yostiqlar, dekorativniy yostiqlar, ko'killar deb aytib o'tdim, ko'rpa yostiqlar. Mana hammasi individual holatda ishlab chiqaramiz. Mana vishivkasiga e'tibor beramiz, dizayniga, uni dekoriga, hamma narsa va buni eng asosiysi yechib, yuvish mumkin bo'ladigan holatlarini inobatga olamiz. Boya aytib o'tdingiz, ortopedik yostiqlar, ya'ni bolani boshi pachoq bo'lmasligi. O'sha qanaqa yostiqlar? Mana ortoped yostiqlar o'rtasi teshik bo'ladi. Aynan bola boshi tushadigan joyi naполнительsiz bo'ladi. Mana suyanib uxlaydigan taraflarida naполнитель bo'ladi. Biza mana kravatkalarga komplektlar mijozlarimizga taklif qilayotganimizda полный komplekt aytamiz. Bu bortiklari, kravat korzinalari, yostiqlari, mana valiklarigacha ishlab chiqaramiz. Hattoki mana shu pardalarini ham biz o'zimiz yonida organizer, bolangizga butilочка bir narsalar kerak bo'lsa, yonida tayyorgina qilib qo'yganmiz. Farzandligini ismini ham yozib berishimizni xohlashadi. Unda ham biz demak, uni ham yozib berasiz. Uni ham yozib beramiz. Mana bitta misol yozib, o'zligi xohlagancha dizaynda. Anahit bu ozarbayjonlik klientlarimiz zakaz berishgan, qizligini ismini Anahit deb qo'yishar ekan. Bu mana bular uchun shunaqa bemalol zakaz komplektlar ishlab chiqarganmiz. Mana Gulruh opa, biz tayyor mahsulotlar bilan tanishdik. Endi bularni ishlab chiqarish jarayoni bilan bir yaxshilab tanishtirsangiz bizlarni. Yuringlar, kelinglar. Gulruh opa, mana boshlanishiga 16 million Xalq bankidan kredit oldingiz va 3 ta mashina bilan boshladingiz. Tikuv mashinasi bilan. Hozirgi paytda ko'ryapman, juda ko'p tikuv mashinasi. Ular keyin tayyordan nima bo'ldi? 3 ta mashinamizni уже ishlab, klientlarimizni oshirib, zakazlarimiz ko'paygandan keyin ehtiyoj bo'ldi yana tikuv mashinalari sotib olishga va yana ishchilar sonini, shogirdlar sonini ko'paytirishga ehtiyoj bo'ldi va yana Xalq bankiga murojaat qildim. Kredit olib, yana tikuv mashinkalarini ko'paytirdik. Bu safar Xalq bankidan qancha kredit oldingiz? Bu safar 20 million oldim. Ayni o'sha tikuv mashinalarim uchun oldim va 3 ta tikuv mashinasini yana xarid qildim. Undan tashqari, bu yerda ko'proq mana shu ish jarayonidan chiqqan pullardan tikuv mashinalarini yana bitta xarid qilib chiqdik. Undan tashqari dazmol, paravoy dazmollar xarid qilingan. Mana xudo xohlasa, vishivka mashinasini xarid qilmoqchimiz. U narxi bo'yicha juda sal balandroq. Uni ham xudo xohlasa, mana Xalq bankida juda qulay hozir sharoitlar. Oldin biz borib kredit beringlar derdik. Hozir o'zligiga kelib, nima muammolar bor, qancha yana kredit kerak, qanaqa uskunalar kerak deb bizdan xabar olishadi va xudo xohlasa vishivka mashinasini ham xarid qilmoqchimiz. O'zi qarang, to'g'risini ayting, kredit olishda qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadimi? Murojaat qilganingizda?
Yo'q, hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmadi. Hozir mana onlayn platformalar ham tashkil qilingan. Xazna biznes ilovasi bor. Undan ham men juda ko'p operatsiyalarni birpasda bankka bormasdan turib ham hal qilyapman. Bu ham juda qulay. Bizni doimiy mijozimiz Ha, ekan. man Xazna ilovasidan ham Xalq bankini muntazam mijozman. foydalanuvchi. Hozirgi paytda ishchilaringiz haqida gapirsangiz, bu yoqda qanaqa jarayon, bu yoqda qanaqa, hammasi yoki bir xil ish qilishadimi? Yo'q, bitta hamma o'zini ishini biladi. To'ri chok bilan yoki dekorativniy yostiqlarimiz bor, burma yig'ish bor, matraslar tikish bor. Hammani o'zini yo'nalishi bor. Ha, bu qizimiz mana qo'l mehnatida qo'l ishini qiladilar. Bu qizimiz ko'kullarni yaxshi ishlab chiqaradilar. Hamma qizni o'zini yo'nalishligi bor. Gulruh opa, mana bugungi kunda sizga o'xshab tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lganlar bor, lekin ikkilanib turishadi. Ba'zi endi ko'p bilasiz, Ha, to'g'ri. ikkilanish bo'ladi. Shularga, shunaqa insonlarga qanaqa maslahatlar bergan bo'lasiz? Bilasizmi, har bitta ishni boshlashdan oldin o'zligi uchun katta maqsad qo'yishligi kerak va o'zligini kuchligiga ishonish kerak. Men shu kasbni olib keta olamanmi? Shuni qila olamanmi? Mashaqqatlari bor. Har bitta ishi o'z mashaqqati bor, qiyinchiligi bor. Kerak bo'lsa, kunu tun ishlaydigan paytlari bor. Agarda shunga tayyor bo'lsangiz, chin dildan kasbingizni sevsangiz, albatta bu marralarga erishasiz. Endi keling, eng qiziq joyi haqida gaplashmasak bo'lmaydi. Daromad qanaqa? Yaxshimi, qoplayaptimi, o'zini oqlayaptimi? Daromad to'g'ri, har xil sezonlar bo'lib turadi. Masalan, bir xilgi paytda oylik bilan arenda chiqarishimizga uchma-uch keladi, lekin bir xilgi vaqtlarda daromad ham qoladi. Masalan, korxonamizga yana mahsulotlar kerakli bo'lgan mahsulotlarni ham, tikuv mashinalarini ham xarid qilishga yetadi. Kelgusi ishlaringizda omad, xudo xohlasa, bundan ham katta sexlarga kelaylik, bundan ham kengaygan bo'lsin. Xudo xohlasa fabrikalarimizga Xudo kelinglar. xohlasa. Xudo xohlasa fabrikalarimizda sizlarni aylantirib, ko'rsatib, mana har bitta hozirgi ishchilarim bitta bo'limlarni boshliqlari bo'lib, o'zligi etib o'tirishsin sizlarga. Mana Xalq bankini mijozlarini biz yaqqol misol qilib ko'rsata olamiz. Bizneslarini bitta shogird va uchta tikadigan mashinka bilan mashinasi bilan boshlaganlar. Mana bugungi kunda kattagina sexga aylangan. Bemalol qo'rqmasdan boshlashinglar mumkin.